Muxlislarni san'atkorlarga ancha yaqinlashtirayotgan va tashrif buyurayotgan mehmonlarimizni ochilmagan qirralarini ochib berayotgan, to'g'risini aytganda ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni ma'lum tanaffusdan so'ng muxlislarni xushnud etgan va qaytishi bilan raqobatdosh ayol xonandalarni lol qoldirgan bir necha hit qo'shiqlarining sohibasi, 2 farzandning onasi. Qiynalar qalbim oltin qafasda, sezilmas yo'g'u borim hayotda, shunchaki qo'g'irchoq mavjudman go'yo, baxt men uchun orzu bir ro'yo. Yo'q, ayblolmayman taqdirni, ayblolmayman o'zimni, ayblolmayman seni ham, aybdor kim. Demak, to'g'risini aytganda ko'rsatuvining bugungi mehmoni uzoq kutilgan san'atkor, xonanda Lola yoki Lola. Assalomu alaykum, rahmat. Juda ham xursandmiz ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganingizdan. To'g'risini aytganda ko'rsatuvining muxlislari va sizni muxlislaringiz siz haqingizda juda ham ko'p qiziqishadi va savollar juda ham ko'p. Tayyorman. Sizga omad tilab qolamiz. To'g'risini aytganda ko'rsatuv orqali har qanday mish-mishga nuqta qo'yiladi va bu albatta muxlislarni qiziqtirgan savollar asosida tuzilgan ko'rsatuv. Qolaversa, ko'rsatuv mobaynida bitta haqqingiz bor, ya'ni bitta savoldan voz kechish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari ko'rsatuv oxirida sizga yoqqan yoki yoqmagan, umuman diqqatingizni tortgan savolni belgilab, mana shu savolning egasini sizni sovg'angiz bilan taqdirlaymiz. Sovg'a olib kelgansiz-a? Albatta. Tushunarli. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, boshladik. Marhamat, savol tanlashingiz mumkin. Siz 30-raqam ostidagi savolni tanladingiz. Marhamat, eshitamiz. Meni ismim Aziz Omar, savolim Lolaga. Gaplarga qaraganda uyingizdagi idish-tovoqlar juda qimmat ekan. Shuning uchun uyingizdagi yordamchilar Biladi, menda 2 yosh farzandlarim bor. Agar men bunaqa qimmatbaho idish-tovoqlarni ishlatsam, allaqachon bankrotga uchragan bo'lardim. Tushunarli. Shuning uchun hamma singari ham men oddiy idish-tovoqlarni ishlataman. Javob qabul qilindi. Marhamat, keyingi savolga o'tamiz. Siz 15-raqam ostidagi savolni tanladingiz. Marhamat, eshitamiz. Men Esirgapova Nazira, savolim Lolaga. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizning vaziyatingizda konsertga tayyorgarlik ko'rish o'zingizni va bo'lajak farzandingizni sog'lig'i uchun xavfli emasmi? Siz 3-bor ona bo'lish baxtiga musharraf bo'layotgan ekansiz. Rahmat aytganingiz uchun. To'g'risini aytsam, men bu haqida shu paytgacha bilmagandim. Lekin Sizni homilador ekanligingizda muxlislardan eshityapmiz. yaxshi ham ular bor. Lekin to'g'ri, haqiqatan ham bizda oilamizda yangi mehmon kutyapmiz, chunki meni singlim Anora hozir 3-farzandiga homilador. Balki meni u bilan adashtirgandirsiz. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Javob qabul qilindi. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, 5-raqam ostidagi savol. Men Tohirov Bahrom, savolim Lolaga. Xonanda Shahzoda bilan munosabatingiz qanday? To'g'ri. Bu savol menga juda ko'p berishgan edi. Bu savolga ko'p javob bergan edim. Hozir ham yana bir marta aytmoqchiman. Men Shahzodani hurmat qilaman. Inson sifatida ham, san'atkor sifatida ham. Men Shahzoda bilan do'stona munosabatdamiz.
Tushunarli. Xuddi shu yerda barcha mish-mishlarga nuqta qo'yildi va to'g'risini aytganda ko'rsatuv orqali Lola imkon qadar to'g'risini aytishga harakat qilyapti. Eslatib o'tamiz, bu ko'rsatuv mish-mishlarga nuqta qo'yadi va albatta mana shu ko'rsatuvda berilayotgan savollarni bittasidan voz kechish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni bitta savolga javob bermaslik haqqiga egasiz. Qolaversa ko'rsatuv oxirida diqqatingizni tortgan savolni belgilaymiz va savol egasini sizni sovg'angiz bilan taqdirlaymiz. Davom etamiz, keyingi savolga o'tamiz. To'g'risini aytsam, sizni qo'rqitish yoki qiynash niyatimiz yo'q, lekin ko'pchilik mehmonlarimiz mana shu kursiga o'tirganida hayajonlanishi aniq. Chunki ochilmagan qirralari namoyon bo'lyapti. Demak, keyingi savol birinchi raqam ostida belgilangan. Marhamat, eshitamiz. Mani Ibragimova Shabnam, mani savolim Lolaga. Gaplarga qaraganda siz turmush o'rtog'ingiz bilan bir-biringizni qattiq sevar ekansiz. Lekin ajrashingizga qaynona sababchi ekan, shu gap rostmi? Nima desam ekan? To'g'risini aytsam, To'g'risini aytavering. To'g'risini aytsam, bu savol men uchun juda ham shaxsiy. Shuning uchun mumkinmi bu savolga javob bermasam? Demak, siz bu savolga javob berishdan voz kechyapsiz va yagona imkoniyatingizdan foydalanyapsiz. Lekin ogohlantirib qo'ying, bundan keyingi savollar bundan ham qiyin bo'lishi mumkin. Bundan ham sizni kayfiyatingizni tushirishi mumkin. Ogohlantiryapman. Balki javob berishga harakat qilarsiz. Iltimos. Javob bermaysiz. Javob bermasam. Tushunarli. Rahmat. Mayli. Qabul qildik. Yagona imkoniyatidan foydalangan bugungi mehmonimiz Lola oldinda uni hali qaltisroq savollar kutayotgani haqida xabari yo'q bo'lsa kerak. Eslatib o'tamiz, bu to'g'risini aytganda ko'rsatuvi bugungi mehmonimiz taniqli xonanda, yaqindagina sahnaga qaytgan va yaqinda yangi konsert dasturini taqdim etish arafasida turgan Lola. Davom etamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Kayfiyatingiz tushgandek bo'ldimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Tabassumingiz go'zal. Marhamat, davom etamiz. 20-raqam ostidagi savol, marhamat, eshitamiz. Men Umid Musayev, savolim Lolaga. Siz yo'nalishingizni o'zgartirdingiz. Hozirgi kunda qaysi bastakor bilan ishlayapsiz? To'g'ri, haqiqatan ham men o'zimning repertuarimni o'zgartirdim. Negaki shuncha davr ichida tajriba orttirdim, ona bo'ldim. Shuning uchun o'zimning yo'nalishimni o'zgartirishga qaror qildim. Bastakorlar to'g'risida gaplashsak, hozirgi kunda juda ko'p bastakorlar bilan ishlayapman. Ulardan biri Shahnoz, Benom guruhi, Jasur Abdurahmanov, Jasur Badalboyev va boshqalar. Tushunarli. Javob qabul qilindi. Marhamat, keyingi savolga o'tamiz. 41-raqam ostidagi savol. Marhamat, eshitamiz. Men Qudratov Sanjar, savolim Lolaga. Konsert dasturingiz faqat yangi qo'shiqlardan tuziladimi? Konsert dasturimda muxlislar uchun juda ko'p sovg'alar bo'ladi. Ulardan biri men o'zimning yangi albomimni taqdim etmoqchiman. Va albatta yangi qo'shiqlar bilan birga sevimli qo'shiqlarni ijro etaman. Javob qabul qilindi. Shuning uchun hamma muxlislarimni taklif etmoqchiman. Sizni ham. Rahmat. Taklif uchun rahmat. Javob qabul qilindi. Marhamat, keyingi savolga o'tamiz. 17-raqam ostidagi savol. Marhamat, eshitamiz. Men Saidam Arsaydakman, savolim Lolaga. Gaplariga qaraganda ukangiz chet ellik qizga uylangan ekan. Siz esa bunga qarshilik ko'rsatgan ekansiz. Nima uchun? Haqiqatan ham mening ukam yaqinda chet ellik qizga uylandi va bizning oilamizga bu juda katta baxt edi. Lekin men hech qachon ukamni tanloviga
qarshilik qilmaganman, chunki men har doim sevgi, muhabbat tarafdoriman va hamma yoshlarga o'zini baxtini topishga tilakdoshman. Rahmat. 9 raqam ostidagi savol. Marhamat, eshitamiz. Man Rozmetova Zinat, savolim Lolaga. Bugungi kunda siz mustaqil ayolsiz. Boshqadan turmushga chiqishni xohlaysizmi? Umuman nima deb o'ylaysiz, mustaqilmi yoki oilali bo'lish yaxshimi? Buncha savol, qiyin savollar berasiz. Bu muxlislaringizning savoli va ular siz haqingizda juda ham ko'p qiziqishadi, chunki ma'lum bir vaqt mobaynida Lola haqida ma'lumot yo'q edi, sahnadan ketgan edi. Shuning uchun sabr qilish, javob berish shartmi? Javob berish shart. Bo'lmasa harakat qilaman. To'g'risini aytsam, men har doim oila uchunman va hamma oilani tarafdorisiz. Albatta, va hamma turmush qurgan qizlariga men o'zini yori bilan uzoq va baxtli hayot kechirishni tilab qolaman. Yana turmushga chiqasizmi degan savol berishdi. To'g'risini aytsam, hozircha men bu haqida o'ylanmagandim. Hozirgi kunda mening eng katta e'tiborim farzandlarimga. Tushunarli. Javob qabul qilindi. Marhamat, keyingi savolga o'tamiz. Tanlang savolni. 24-raqam ostidagi savol. Marhamat, eshitamiz. Men Abror Mahamadjanov, savolim Lolaga. Qo'shiqlaringiz matni sizning hayotingiz bilan bog'liqmi? Ha, haqiqatan ham mening qo'shiqlarim matni o'zimning hayotimga bog'liq. Hayotim bilan bog'liq. Chunki har bir kuylayotgan qo'shig'imni o'zim his qilishim kerak. O'shandagina ashula albatta chiroyli chiqadi. Tushunarli. Javob qabul qilindi. Marhamat, keyingisiga o'tamiz. 75-raqam ostidagi savol. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Bahodirov Bekzod. Meni savolim Lolaga. Nima uchun siz Westminster institutini tamomlamay ketdingiz? Umuman olib qaraganda oliy ma'lumotlimisiz? Albatta, menda oliy ma'lumotim bor. Men yuridik institutini tamomlaganman. Lekin Westminster universitetini hech qachon tashlab ketmaganman. Men Westminster universitetidan yuridik institutiga o'tdim. Xolos. Tushunarli. Gap bu yerda ekan. Javob qabul qilindi. Marhamat, keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men Nuriddin va Olmazxon, savolim Lolaga. Sirlaringizni bo'lishadigan dugonangiz bormi? Uning ismini ayting. Mening eng yaqin dugonam mening singlim Anora bo'ladi. Hamma sirlarimni unga aytaman. Va nima bo'ldi? Afsuski, savollar juda ham ko'p-ku, vaqtimiz oz. Shuncha tezmi? Endi bilasizmi? Tamom bo'ldimi? Savollari yo'qmi boshqa? Savol juda ham ko'p. Siz haqingizda qiziqqan muxlislar juda ham ko'p. Afsuski, vaqtimiz chegaralangan. Tashrifingiz uchun sizga minnatdorchilik izhor qilamiz. To'g'risini aytganda ko'rsatuvda imkon qadar to'g'risini aytishga harakat qildingiz. Yolg'on aralashtirmadingiz degan umidimiz bor va siz yagona imkoniyatingizdan foydalandingiz. Bitta savolga javob bermaslik haqqiga ega edingiz va voz kechdingiz. Agar savollar orasidan tanlab oladigan bo'lsak, qaysi savolni egasiga siz sovg'a bergan bo'lardingiz? To'g'risini aytsam, menga 17-savol juda yoqdi. Bu ukangiz haqidagi savol edi. Ha, albatta. Juda qiziq va antiqa savol bo'ldi. Va shu muxlisimga men 2 kishilik taklifnomani o'zimning yakkaxon konsert dasturimga taqdim etmoqchiman. Katta rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat. Javoblaringiz uchun rahmat. Muxlislaringiz bilan yana bir bor yaqinlashganingiz uchun rahmat. Va bu ko'rsatuv orqali ishonchimiz komil, siz haqingizdagi ba'zi bir mishmishlarga nuqta qo'yish imkoniyatiga ega bo'ldik. Demak, eslatib o'tamiz, to'g'risini aytganda ko'rsatuvining bu safargi mehmoni uzoq kutilgan xonanda, yaqinda konsert dasturini taqdim etish istagida va u konsert dasturiga tayyorgarlik ko'rayotgan taniqli, iste'dodli xonanda Lola edi.
Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Muxlislarini sog'intirib va nihoyat sahnaga qaytgan Lolaning muvaffaqiyatlaridan xursandmiz. Yaqin kunlarda konsert dasturini taqdim etish arafasida turgan bugungi mehmonimiz barcha savollarga to'liq va to'g'ri javob berishga harakat qildi. Bu to'g'risini aytganda ko'rsatuv edi. Ko'rishguncha.